هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Zelzele tefsiri 1. ayetinden başlayıp okuyunuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dövende diktanlığa İbn Kesir Rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Zelzele suresi 1. ayetinden başlayıp okuyunuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Sure Zelzele Medine'de nazil bolgan 8 ayet. Sure Zelzele'nin fazileti toğrusida İmam Ahmed Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir odam payg'ambar alayhisalomning qishig'i kelib, "Ey Allohning payg'ambari, menga doim o'qiydigan surani deb bergin" dedi. Payg'ambar alayhisalom Alif, Lam, Ra bilan boshlangan suralardan 3 sura o'qigan dedi. O odam, "Yeshim cho'ng'iyib, yuragim ojizlashib ketdi ve tilim ig'irlashib qoldi" dedi. Payg'ambar alayhisalom undaqda Hamim bilan boshlangan suralarni o'qigan dedi. O odam yana yuqoriqidek dedi. Payg'ambar alayhisalom undaqda Sabbih isma bilan boshlangan suralarni o'qigan dedi. O odam yana yuqoriqidek deb, "Ey Allohning payg'ambari, menga hammani o'z ichiga olgan bir surani ko'rsatib qo'ygin" dedi. Shuning bilan payg'ambar alayhisalom o odamga sura Zelzelani oxirigacha o'qib berdi. Eliq odam, "Seni haq bilan payg'ambar qilib avatgan Allohning nomi bilan qasamki, men hargizmi buningdan boshqa bir surani o'qimayman" deb oqsiga o'rlib ketdi. Ondan payg'ambar alayhisalom, "Bu odam nijotlikka erishdi. Bu odam nijotlikka erishdi. Uni chaqirib kelinglar" dedi. Eliq odam kelib edi. Payg'ambar alayhisalom Alloh taolo qurbonlik kunini bu ummat uchun hayit qilib berdi. Men u kunda qurbonlik qilishga buyurildim dedi. O odam payg'ambar alayhisalomga, "Agar menda sütünü seg'ib ichish uchun ariyatga olgan tishi moldan boshqasi bo'lmasa, mening shuni qurbonlik qilishim to'g'ri bo'lamdi" dedi. Payg'ambar alayhisalom, "Yo'q, undaq bo'lsa sen chechingni yasig'in, tirnoqlaringni olg'in, burutingni qisqartgin, qo'ltiq va avratlaringning tuklarini tozalag'in. Mana bu Alloh taoloning dargohidagi qurbonliqingning to'liqlamasidir" dedi. Bu hadisni İmam Abu Davud ve Nesai rivayet qilgan. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Zemin qattiq tavritilganda, zemin qo'ynidagi yüklerini, yani madanlar, o'tlar, o'liklarni chiqarganda, inson, yani kafir uningga, yani zeminga nim bo'ldi deganda, bu kunda zemin o'zining xabarlarini, yani uning ustida ishlangan yaxshi yomon ishlarni ma'lum qiladi. Uning ma'lum qilishi Rabbining uni shundoq qilishga amr qilganligidandir. Bu kunda kishilar qilgan amallarining natijasini ko'rish, yani natijasiga erishish uchun top-top bo'lib tarilib ketadi. Kimiki zarrachilik yaxshi ish qiladi ekan, uning mukofotini ko'radi. Kimiki zarrachilik yomon ish qiladi ekan, uning jazosini tortadi. Qiyomat kuni va u kunda zemin va insonlarning ahvolining qandoq bo'ladiganligi to'g'risida. Zemin qattiq tavritilganda,
Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Zimin osti tarafdan harakatlanib ketganda, zimin qo'ynidagi yuklarni, ya'ni madanlar, o'tlar, o'liklarni chiqarganda, ya'ni zimin o'z qo'ynidagi o'liklarni chiqarganda, ko'plagan tafsirshunos olimlar bu oyatni shundoq tafsir qilgan. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: Ey insonlar, Rabbinglardan, ya'ni azobidan qo'rqinglar. Qiyomatning zilzilasi haqiqatan cho'ng ishdir. Zimin so'zilgan, qo'ynidagi narsalarni, ya'ni o'liklarni, madanlarni sirtqa chiqarib, quruqlanib qolgan. İmam Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat yaqinlashganda zimin qo'ynidagi cho'kidak oltin, kumush parchalarini chiqardi. Ondan qotil kelib, men mushu narsa uchun qotillik qilgan edim deydi. Urug' tuqqandarchilik munosabatini uzgan odam kelib, men mushu narsa uchun urug' tuqqandarchilik munosabatini uzgan edim deydi. O'g'ri kelib, mening mushu narsa uchun qo'lim kesilgan edi deydi. Ular u narsalardan kichikkina muammay tashlab qo'ydi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. İnsan, ya'ni kafir, uningga, ya'ni ziminga nim bo'ldi deganda, ya'ni inson ziminning uning ustida xotirjam turib yashag'ili bo'ladigan holatidan harakat qilib, yashag'ili bo'lmaydigan holatiga kelib qolganligidan hayron qolganda, ya'ni ziminga bo'lishi shaksiz bo'lgan, Alloh taolo ziminga tayyorlagan tavrashdan iborat Alloh taoloning buyrug'i kelganda, zimin o'z qo'ynidagi ilgiriki va keyingilarning o'liklarining hammasini chiqarib tashlaganda, insonlar ziminning bu ishiga va ziminning boshqa bir ziminga, osmonlarningmi boshqa bir osmonlarga aylanib qolganligidan hayron qoladi. Ular yagona qudratlik Allohning dargohida hozir bo'ladi. Bu kunda zimin o'zining xabarlarini, ya'ni uning ustida ishlangan yaxshi yomon ishlarni ma'lum qiladi. İmam Ahmad, Tirmizi va Nasa'iy qatorliqlar Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom bu kunda zimin o'zining xabarlarini, ya'ni uning ustida ishlangan yaxshi yomon ishlarni ma'lum qiladi degan oyatni o'qib, uning xabarlarining qanday xabar ekanligini bilamsizlar dedi. Sahobalar Alloh va uning payg'ambari yaxshi biladi deyishdi. Payg'ambar alayhissalom: uning xabarlari bo'lsa, zimin butkul er ayollarning o'zining ustida qilgan qilmishlariga guvohlik berib, bu mundaq kunlarda mundaq ishlarni qilgan edi deyishidi. Mana bu ziminning xabarlaridir dedi. Onun ma'lum qilishi Rabbining uni shundoq qilishga amr qilganligidandir. Ya'ni Alloh taolo ziminga shundoq qilishga ruxsat qildi. Shayb ibn Bashir Ikrimadan Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo ziminga so'zlagan dedi. Shuning bilan zimin so'zladi. Bu oyatning ma'nosi haqida İmam Qarazi Alloh taolo ziminni o'liklarni chiqarishga buyurdi, echilishga buyurdi dedi. Uning ma'lum qilishi Rabbining uni shundoq qilishga amr qilganligidandir. Ya'ni Alloh taolo ziminga shundoq qilishga ruxsat qildi. Shayb ibn Bashir Ikrimadan Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo
ziminga so'zligin dedi. Shuning bilan zimin so'zladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Imom Qarazi Alloh taolo ziminni o'liklarni chiqarishga buyurdi, echilishga buyurdi dedi. Bu kunda kishilar qilgan amallarining natijasini ko'rish, ya'ni natijasiga erishish uchun top-top bo'lib tarilib ketadi. Ya'ni kishilar ba'zisi vaqtlik bo'lganlardan bo'lib jannatga kirish uchun, ba'zilari badbaxt bo'lib do'zaxga kirish uchun ayrilib hisob maydonidan tur-turlarga bo'linib qaytib keladi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Zarrachilik amalning mo natijasini ko'radiganlik to'g'risida. Kimiki zarrachilik yaxshi ish qiladigan, uning mukofotini ko'radi. Kimiki zarrachilik yomon ish qiladigan, uning jazosini tortadi. İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. At 3 turlik ish uchun beqiladi. At beqish bir odamga ajr ilib keladi. Yana bir odamga hojatini qamdaydigan manfaat ilib keladi va yana bir odamga bo'lsa gunoh ilib keladi. At beqib ajrga erishadigan odam etini Allah yo'lida urush qilishga atab, uning og'amchisini uzun qilib o'tloq yoki chimliqda bog'lab qo'ydi. At og'amchisi yetgan yergacha shu o'tloqqa yoki chimliqqa o'tlasa, buning bilan at egisiga savob yezilib turdi. Agar at og'amchisini uzib olib, do'ngdan do'ngga chivib yursa, uning chopgan izlari ve tizeklari uchunmi at egisiga savob yezilib turdi. Agar at birer o'stangning yenidan o'tib etib, uningdan suv ichsa, at egisi uni o'stang bo'yiga sug'urish uchun elib bormagan bo'lsa-mu, buning bilan at egisiga savob yezilib turdi. Ana shularning hammasi at egisiga ajr ilib keladi. Bir odam atni o'z hojatini qamdash va muhtojlikdan saqlanish uchun baqidi. U at ustidagi Alloh taolaning haqqini unutib qolmay ado qiladi. Mushunda qilish u odamga hojatini qamdaydigan manfaat ilib keladi. Bir odam atni riyo qilish, faxrlanish va ko'z-ko'z qilish uchun baqidi. Shuningga asosan u at o'z egisiga gunoh ilib keladi. La havla va la quvvata illa billah. Sahabeler Peygamber aleyhisselamdan eshek to'g'riliq so'radi. Peygamber aleyhisselam, Allah bana u vaqtda bütün mazmunni o'z ichiga olgan, kimiki zarrachilik yaxshi ish qiladigan, uning mukofotini ko'rdi, kimiki zarrachilik yomon ish qiladigan, uning jazosini tortadi degan tangdoshsiz bu oyatdan boshqa hech narsa tushirmadi dedi. İmam Buxoriy Adi radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda mundaq deyilgan. Bir tal qavmining podisi sadiq qilish va bir eg'iz yaxshi so'z qilish orqali bo'lsa-mu, o'zinglarni do'zaxdan qutqizinglar. Bir tal qavmining podisini sadiq qilish va bir eg'iz yaxshi so'z qilish orqali bo'lsa-mu, o'zinglarni do'zaxdan qutqizinglar. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. İmam Muslim mundaq bir hadis rivoyat qildi. Sen qachondan suv so'rab kelgan odamning qachisiga suv to'kib bergan va qarindishingga ochiq chiroy bilan uchrashganchilik bir yaxshi ishni oddiy ko'rmagan. İmam Buxoriy mundaq hadis rivoyat qildi. Ey mu'min ayollar jamoasi, qo'shnilaringlarga qo'yning shox-chiqini sunishni kichik shag'lamanglar. Yani bu yerde taşlı itildiğin şaq-chiqini mu demektir. Yani bir hadiste tilemchiga şiroqning köyük şaq-chiqini bersanglarmi beringlar, lekin quruq qaytmanglar deb kelgan.
Ayşe radiyallohu anhaning bir tal üzümni sadaqa qilib, buningda qanchilgan zarraning ig'irligi bor deganligini rivoyat qilingan. İmam Ahmed Avfi ibn Harith'ten Ayşe radiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom: "Ey Ayşe, kichik gunohlardan ularni kichik ko'rmay saqlaning. Chunki ular toplanib Alloh taolo tarafidan so'riladigan darajadagi narsaga berib qoladi" deydi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. İmam Ahmed Abdullah ibn Mas'ud radiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Kichik gunohlardan ularni kichik ko'rmay saqlaninglar. Chunki ularni qilishni davom qilgan odam ustida to'planadi-da, hatto u odamni halok qiladi. Payg'ambar alayhissalom buningga misol keltirib mundaq dedi: Kichik gunohlarning misoli xuddi bir tuzdanlikka tushib tamoq qiladigan narsalarni chiqargan. Biri bir tarafga, yana biri bir tarafga o'tin terib kelish uchun ketgan va oxirida bir dova o'tin terib, shu o'tinlar bilan gur kiritib, o't qalab tamoqlarni pishirgan bir to'p odamning misoliga o'xshaydi. Alhamdulillah, Alloh taologa shukrlar bo'lsin. Shuning bilan sura Zalzalaning tafsiri tugadi. Kelar qitimda sura Adiyat tafsiri 1-oyatdan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.